Ukalar faqatgina 721 Motors kanalida Kia Stinger 3.3 twin turbo raketa mashinamiz sotuvga qo'yildi. O'zim mashinam holatlari juda ham ideal. 1 gram bitta joyida ishi yo'q. Mashinamiz 3.3 twin turbo bo'ladi. Juda ham tez, sportivniy mashina. Tezligi 4 sekund 100 ga chiqadi. Stage, V qilib hamma narsasi qilingan. Orqa ko'rinishi va yon ko'rinishi. Mashinamizda buksarovkalarni uzib driftli qilsa bo'ladi. Juda ham agressivniy mashina. Kechqurun aynan ishdan charchagandan keyin o'zi erkaklar o'zi tushunadi. Okalar bagajlari ham juda ham keng. Okalar 4 ta masla yangi balon, Kuni BMW diski 20-razmerda. Bardoy original Supert. Apornilari hamma narsasi ideal. Okalar BMW ni mashhur qilgan mashina M5 Competition bo'lsa, Kia ni mashhur qilgan mashina bu Kia Stinger bo'ladi. Genesis 3.3 twin turbo motorlarda jihozlangan, juda ham agressivniy mashina. Mashinamizning holatlari juda ham zo'r ekan. Krugoy tayyor ruxsatlari bor. 35 ming yurgan mashinamiz, примерно 45 ming kilometrga solishtirasizlar. Panorama ton. Kia Stinger GT 3.3 twin turbo. Elektronli tablo, elektronli displey, обдув, обогрев, klimat kontrol, sport, buksirovkalarni uzish, mana sport, komfort, eko har xil rejimi bor. Udержание, elektronli rul, elektronli sidena, orqa sidena ko'rinishlari. Saloni juda ham tinov, hali hech kim o'tmaganga o'xshaydi. Orqada 12 vatli zaryadka, USB porti bor. Pataloqlari qora avtotikan. Ukalar Kia Stinger GT mashinamizni hech qayerda bo'lmagan narxda faqatgina 721 Motors kanalida sizlarga $29,700 beramiz.